Hammaga salom. Bugun men sizlarga kisichkalar haqida ozgina gapirmoqchiman. Ko'p ayollarimiz o'ziga makiyaj qildirgani, boshqa qildirgani hamma salonga borib qildiradi. Bir xil o'zi uyda qilolmagani hisobiga, qilish bilmaganini hisobiga yoki to'ylarga borish uchun обязательно salonga boriladi. Salonga borasizlar, birinchi o'chirda pul to'laysizlar. O'tib pul to'laganidan keyin sizlarga makiyaj boshlashadi. Mana men o'zim ko'p uchratyapman, ko'p salonlarga borganimda, salon emas даже oddiy arzonroq joyga borganimda ham, sal qimmatroq joyga borganimda ham kistочкалari talabga javob bermaydi. Vizajistni kistочкалari bu uni quroli hisoblanadi. Qancha qurolingiz toza bo'lsa, bu sizlarni makiyajingiz chiroyli chiqishiga va o'zingizlarning gigiyena vositanglar toza bo'lishiga bilasizlar. Hozirgi kunda har xil kasalliklar bor, lekin bizani anaqa ko'p vizajistlarimizga bu taalluqli emas deb bilaman. Tushunaman shekilli. Mana yaqin orada ham men o'zim akusherствоda bo'ldim. Kir, masalan, menda ton uchun, mana ton uchun ikkita menda, mana ikkita anaqam bor. Bularni qo'yasizlar, oppoq, mana просто rangi o'tib qolgan, rangi ketmas ekan mana. Top-toza. Hech qanaqasi yo'q. Mana men yuvdim, yig'ib sizlarga shunga esimga tushsa zapis qilishni o'yladim. Qizlar, mana masalan, hammani o'zini ishi bor. Ish qilyapsizlar. Bu vizajistlarga taalluqli video, ish qilasizlar, ishlaysizlar, shuni orqasidan oyliklarni boqasizlar. Nima sababdan shu oddiy kistочкаlarni просто yuvishga vaqtinglar yo'qmi, toqatinglar yo'qmi? Chiroyli qilib yuvsanglar, boshqa klientlarga u klientni tonalniyasini bunga o'tkazasizlar, buni tonalniyasini unga o'tkazasizlar. Surayotganingizda o'zingizlar ham tonalniylarni qanaqa qotib qolgan, juda yomon suriladi bu. Undan tashqari mana konsiler uchun, mana bunaqa joylarga konsiler tonalniyalar surish uchun, mana oppoqligini qaranglar. Men o'zim 3 oydan beri anaqa kistочкаlarni yuvmayaptim, o'zim makiyaj qilmaganim hisobiga. Mana kecha makiyaj qilishim uchun o'zim kistочкalarimni yuvdim, hammasini bir kecha qo'ydim anaqa istoriyamga. Mana hamma kistочкalarim top-toza. Mana bu kistочкаlar talabga javob beradi. Borganingizda uyalmasdan so'ranglar, kistочкаlar qachon yuvilgan deb so'ranglar. Yuvilmagan bo'lsa o'tirmanglar, shu odamlar o'rganishsin. Qilayotgan ishini halollab olishga pulini. Mana masalan, mana bu pudralar uchun. Pudralar uchun ham mana ko'rasizlar, hech qanaqa anaqasi yo'q, yopishqonligi yo'q. Nimaga desangiz, bu toza. Xuddi shunaqa kistочкада sizlarga makiyaj qilishligi shart. Bu standart deyiladi. Davlat standarti har doim ishni boshlayotganda toza joyda boshlash kerak. Tozalikka rioya qilish kerak. Mana masalan, kosmetikalar ko'raman. Kosmetikalarni ko'rsangizchi, bir-biriga yopishib qolgan kosmetikalar artilmagan. Odamlar o'sha yerga kelib, chiroyli bo'lib chiqib ketaman deb, bir-biriga har xil kasalliklarni yuqtiradi-yu. Bu vizajistlarning o'zi ham. Sal insofli bo'laylik. Ham как klient hisob anaqa tomonidan klientlar o'zi qilish kerak. Iltimos, men kirga o'tirmayman deb javob beringlar. Keyin vizajistlar ham o'zini talabiga javob berish kerak. Hammaga rahmat. Tushunganinglar